Bizning rizqimiz hali onamizning qornida ekanimizdayoq bitib qo'yilgan. Lekin eng ajablanarlisi nima, bilasizmi? Quloqlari kichkina, mana shu o'lik echkidan ham arzimasdir. Mana shu o'sha dunyo. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: yegani harom, ichgani harom, kiygani harom va haromdan oziqlangan. Bas, uning duosi qanday ijobat bo'lsin? Qanday qilib? Hayrat va taajjub ma'nosida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tinglovchini ajablantiryaptilar. Uning barcha ishi harom bo'la turib, qanday qilib duoyim ijobat bo'ladi deb o'ylaydi. Garchi u duosi ijobat etilishi uchun barcha sabablarni qilgan bo'lsa ham, unga ijobat etilishi imkonsiz. Haromning kasofati shundaydir. Oxiratdagi falokati esa bundan-da yomonroq bo'ladi. Ibn Hibbon Ka'b ibn Ujra radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday deydilar: ey Ka'b ibn Ujra, albatta haromdan o'sgan jasad jannatga kirmaydi. Haromdan o'sgan jasad jannatga kirmaydi. Qiziq, kimgadir nimadan o'sishi farqi yo'q. Qarang, Umar roziyallohu anhuni eslang. Bir qultum sut ichib qo'yadilar. Bir qultum sutning tanaga qanday ta'siri bo'lardi? Ustiga ustak, Umardek kishining tanasiga bir qultum sutda Abu Bakr unga bu so'yilgan echkining suti hech narsa qilmaydi desa ham, uni qayd qilib chiqarib tashlaydilar. Qanchalik oz bo'lsa ham, jismlarida haromdan biror narsa o'sib qolishini xohlamaydilar. Abu Ya'la, Bayhaqi va Bazzor Abu Bakr roziyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: haromdan oziqlangan tana jannatga kirmaydi. Robbimizdan bizlarga iltifot qilishini, bizlarni haromdan saqlashini so'raymiz. Sharq bilan g'arbning o'rtasini bir-biridan uzoq qilgani kabi, bizlar bilan haromning o'rtasini uzoqlashtirishini so'raymiz. Alloh bizni yolg'on va'dalar berib, fahsh ishlarga buyuruvchi shaytonning hiyla iranglaridan asrasin. Rizqimizni Alloh yozib bitib qo'ygan. Na biror kishining hiylasi, na yugurib yelgan insonning to'kkan teri uni rizqini ziyoda qilmaydi. Bazzor o'zining musnadida Huzayfa ibn Yamondan rivoyat qiladi. Alloh ulardan rozi bo'lsin. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam turib, yonimga kelinglar deb odamlarni chaqiradilar. Odamlar kelishadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: bu olamlar Robbisining elchisi Jabroil alayhissalomdir. Qalbimga shunday vahiy qildi: hech bir jon o'z rizqini to'liq olmaguncha vafot etmaydi. Ehtimol biroz kechiksa ham. Shunday ekan, Allohdan taqvo qiling. Rizqingizni go'zal ko'rinishda talab qiling. Uni chiroyli tarzda izlang. Rizqingiz biroz kechiksa, sizni ma'siyat qilishga undab qo'ymasin. Chunki Allohning huzuridagi narsaga faqat uning toati bilangina erishiladi. Mana shu narsani musulmonlar anglab yetishlari, idrok qilishlari, tushunishlari kerak va bu tushuncha miyadagi ma'lumotdan vijdoniy amaliyotga o'tishi kerak. Jasadingiz jirkanch narsadan jirkangani kabi, haromdan ham shunday jirkanishi lozim. Aslida bizning rizqimiz hali onamizning qornida ekanimizdayoq bitib qo'yilgan. Lekin eng ajablanarlisi nima, bilasizmi? Ajablanarlisi shundaki, kishi o'z rizqini izlagani kabi, rizqi ham uni izlaydi. Rizqingizni izlab chiqasiz, u ham sizni izlaydi. Bir-birini izlagan ikkisi esa uchrashmasdan qolmaydi. Ibn Hibbon Abu Dardo radhiyallohu anhudan rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar: albatta rizq odam bolasini ajali uni izlagani kabi izlaydi. Eshitdingizmi? Shunday ekan, bu hiylalar nima uchun kerak? Aldovlar, tovlamachilik, yolg'on, Alloh nomiga yolg'ondan qasam ichishlar, bir necha dirham uchun firibgarlik qilish, hattoki qotillik qilish, barchasi nima uchun? لأي شيء تقتحم هذه العظائم لاستكثار دراهم فرغ منها. Rizqlar yozib qo'yilgan.
Abu Nuhaym Jabir ibn Abdulloh roziyallohu anhudan rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: agar odam bolasi ajalidan qochgani kabi rizqidan ham qochsa, ajali unga yetgani kabi rizqi ham unga yetadi. Bu oddiy ish emas. Alloh subhanahu va taolodan bizga bu dunyoning haqiqatlarini ko'rsatishini so'raymiz va uning g'azabiga shu dunyo sababli tushib qolishdan panoh so'raymiz. Biroz oldin bir ayolning janozasida edik. Uni sevganlari, yaqinlari, qarindoshlari o'z qo'llari bilan qabrga qo'yib keldilar. Qo'llari bilan ustiga tuproq sepib, uni yolg'iz tashlab ketdilar. Bu manzaraning qandayligini tasavvur qilyapsizmi? O'ylab ko'ring. Eng yaqin insonlari, o'g'li, eri, aka-ukasi avvallari unga g'amxo'rlik qilishar edi. Onajon, savoqatmayapsizmi? Ustingizni yopib qo'yay. Siz o'tiravering. Stul olib kelamiz. Yo'q, ovora bo'lmang. O'zimiz qilamiz. O'sha ayolga bir paytlar shunday g'amxo'rlik qilgan yaqinlari bugun kelib uni o'z qo'llari bilan tuproqqa ko'mib tashlab ketishyapti. Ana shu dunyoning haqiqati mana shu aslida. Kim yaxshilik bilan yashagan bo'lsa, foydasini ko'radi. Kim yomonlik bilan yashagan bo'lsa, endi qaytish yo'q. Asl musibat o'sha lahzada ko'rinadi. Haqiqatlar ayon bo'ladi. Orqaga qaytishni istaysiz, umid qilasiz, ammo buning imkoni yo'q. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu dunyoni bir ajib misol bilan ta'riflaganlar. Imom Muslim rivoyat qiladilar. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ashabi kiromlari bilan bozordan o'tayotib, quloqlari kichkina bir o'lik echkini ko'rib qoladilar. O'lgan, quloqlari kichkina o'limtik bir echki. جدي أسك صغير الأذنين ميت فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذنه. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni quloqidan tutib, qaysi biringiz shuni 1 dirhamga sotib olishni xohlardingiz deydilar. Shunda sahobalar: "Ey Rasululloh, buni shundoq berishsa ham olmasdik. 1 dirham emas, bepul berib yuborishsa ham olmas edik. Hech birimiz buni olishni istamasdik. Yetmaganiga bu o'lik ham bo'lsa." Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Qaysi biringiz shuni 1 dirham evaziga sotib olishni xohlardingiz?" Sahobalar deyishdi: "Ya Rasululloh, agar bu tirik bo'lganida ham aybi bor edi. Qulog'i kichkina, endi u o'lik bo'lsa, qanday olamiz?" Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Bu dunyo Allohning huzurida mana shundan-da arzimasdir. Quloqlari kichkina mana shu o'lik echkidan ham arzimasdir. Mana shu o'sha dunyo. Lekin shunga qaramay, qarindoshlik rishtalari uziladi. Yana nimalar qilinmaydi. Allohning o'zi bizga yordam bersin."